Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Rasululloh, menga nasihat qiling" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "G'azab qilma" dedilar va bu so'zni 3 marta takrorladilar. G'azab qilma. Rivoyat qilinadiki, u kishi dastlab buni oddiy maslahat deb o'yladi. Ammo vaqt o'tib angladiki, g'azab qilmaslik faqat baqirmaslik, jahlini ko'rsatmaslik emas, ichiga yutib, bosib, jim yurish ham emas. Bu ichidagi olovni tan olish, lekin unga ergashmaslik ekan. Hozirgi kungi psixologiya shuni aytadiki, bu g'azabni tanadan chiqarib, qalbga yig'ib qo'ymaslik. Psixologlar bugun shuni tan oldi. Yutilgan g'azab tanada kasallik bo'lib chiqadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa buni 1400 yil oldin aytgan edilar.